Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga 5 ta yaxshi dorini taklif qilmoqchiman. Bulardan birinchisi Yeselin. Yeselin modda almashishini yaxshilaydi. Mushak kasalliklariga, o'shisi zaif bo'lgan qo'zilarga qilsa bo'ladigan dori. Dozasi 1 milligram 50 kilo vaznga qilinadi. Kuchli dori bo'lgani uchun kamroq qilinadi bu. Ikkinchi tavsiya qiladigan dorimdan bittasi Netox 200. Netox 200 ham kuchli dori. Infeksiya, yallig'lanish, ichki yallig'lanish, mushak yallig'lanishlariga foydalanadi. Pnevmoniyaga ham qarshi ishlaydi bu dori. Tug'ruqdan keyin qo'ylarga ham qilsa bo'ladi buni. O'zini tiklab olish uchun, yallig'lanishlarni ketkazish uchun. Uchinchisi Ivermectin. Ivermectinni hamma biladi. Juda kuchli dori, tashqi parazitlarga qarshi ishlaydi. Kana, qo'tirga ham davo bo'ladi bu. Buni qo'llanishi 2 milligrammi 1 kilo tirik vaznga. 1 grammi 50 kilo vaznga qilsanglar bo'ladi. Ko'p qilmagan ma'qulroq, kuchli dori bo'lgani uchun. Uchinchisi Rolinol. Rolinol masnavni rolinolni tarkibida krizantin bo'lgani uchun ichki parazitlarga qarshi ishlataman. Bu og'riq qoldiradi, ham harorati baland qo'ylarning haroratini tushiradi. Bu qo'ylarga 1 yoki 2 gramdan qilsanglar yetadi. Bu ham kuchli dorilardan bittasi. Uchinchisi Multivit mineral. Bu ham kuchli vitaminlardan bittasi. Ko'pchilik biladi buni, ko'pchilik ishlatiladi. O'sishni tezlashtiradi bu. Sutni ko'paytiradi, qo'ylarga qilsanglar ham bo'ladi. Immunitetni kuchaytiradi. Zaiflikka qarshi ishlaydi. Vitamin tarkibida A, D, E vitaminlari bor. B guruh vitaminlariga ham kiradi bu. Tirik vazniga 10 kiloga 1 gramdan qilinadi. Sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Rahmat hammaga.